Qon bosim 140 ga 90. Xo'p, nima shikoyatimiz bor? Doktor, 14 haftalik homiladorman. Yuraklarim tez urib ketadi, boshim aylanadi, og'riydi. Uydagilarning umuman gapi yoqmayapti. Shunaqa asabiyman, hech kim menga tegmasa-da. Bu homiladorlik bilan bog'liq. Homiladorlikda yurak urib ketishi, qon bosim oshishi, bu buyrak faoliyatining o'zgarishlari, qon tahlillarida gemoglobin miqdorining o'zgarishi, qonning quyuqlashishi holatlari bilan kuzatiladigan jarayon. Bunaqa holatlarda bilar-bilmas dori iste'mol qilinmaydi. Shifokor, kardiolog, ginekolog vrach bilan birga maslahatlashgan holatda tabletkalar tavsiya etiladi. Bu vaqtda organizmdagi bo'ladigan jarayonlar homiladorlik bilan bog'liq hisoblanadi. Homiladorlik tugashi bilan organizm yana o'z holatiga qaytadi. Qon bosim oshgan holatda, yurak urib ketgan holatlarda qon tahlillari, siydik analizi, buyrak, matka UZIlaridan keyin ginekolog bilan kardiolog maslahatlashgan holatda tabletkalar tavsiya etiladi. Esingizda bo'lsin, homiladorlarga o'z boshimchalik bilan tabletkalar iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Ikkita inson hayoti uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Shuning uchun albatta shifokor nazoratida dori tavsiya etiladi.